Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar va ota-onasining buvisi yoki bobosining pensiyasi bilan shug'ullanayotgan yaqinlar. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim, amaliy va har bir oilaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tezkor xabar haqida gapiraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, vasiylariga, bank kartasini olib beradigan yoki hujjatlarini yuritadigan yaqinlariga ham bevosita tegishli. Çünkü pensiya to'lovi kechiksa, karta ishlamasa, hujjatda xato chiqsa yoki qayta hisob-kitob talab qilinsa, buning oqibati darhol oila byudjetida seziladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga avval tartib qanday bo'lganini, hozir nimalarga alohida e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini sodda tilda tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Çünkü bunday ma'lumotlar ko'p odamga vaqtida yetib borsa, ular ortiqcha ovora bo'lmaydi. Pullaridan, imtiyozlaridan va qonuniy huquqlaridan bexabar qolmaydi. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan muammo shuki, ko'pchilik pensiya masalasida avvalgidek o'zi kelaveradi. Mahalladan aytishadi, bank biladi. Pensiya jamg'armasi o'zi ko'rib chiqadi deb o'ylaydi. Ha, ayrim jarayonlar avtomatlashtirilgan, ayrim ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida almashiladi. Lekin bu hamma narsa fuqarosiz hal bo'ladi degani emas. Ayniqsa staj, ish haqi, bank kartasi, yashash manzili, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik holati, chet elga chiqish, vafot etgan shaxs nomidan to'lov davom etib ketishi kabi masalalarda fuqarodan aniqlik, hujjat va murojaat talab qilinadi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyasini naqd shaklda yoki pochta orqali olgan. Ayrim hududlarda pensioner uyda kutgan pochtachi kelgan, ro'yxat asosida pul berilgan. Keyin bank kartalari orqali to'lovlar kengaydi. Bu qulaylik berdi. Pul kartaga tushadi, farzand do'kondan mahsulot olib beradi, bankomatdan yechib olish mumkin, kommunal to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Lekin shu bilan birga yangi masalalar ham paydo bo'ldi. Karta muddati tugashi, pin kod unutilishi, karta bloklanishi, SMS xabarnoma ulanmagani, pensionerning o'zi bankka bora olmasligi ishonchnoma masalasi. Karta boshqa odam qo'lida qolib ketishi kabi holatlar ko'paydi. Hozir e'tibor qilinayotgan asosiy jihat shuki, pensiya to'lovlari ma'lumotlarning to'g'riligi va pensionerning huquqi aniq hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Agar sizning ish stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa, bir necha yil oldingi ish joyingiz arxivda noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz yangilanmagan bo'lsa yoki yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumotlar mos kelmasa, to'lovda kechikish yoki qayta tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu hammani qo'rqitish uchun aytilayotgan gap emas. Bu oddiy hayotiy haqiqat. Tizim qanchalik raqamlashsa, ma'lumotdagi kichik xato ham tezroq ko'rinadi. Oldin pensioner ko'pincha bitta idoraga borib, hujjat topshirib keyin kutardi. Agar ish staji qog'oz mehnat daftarchasida bo'lsa, shu daftarcha asosiy hujjat hisoblangan. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma so'ralgan. Ko'p holatda odam hujjat izlab bir necha eshikni taqillatgan. Masalan, 1995 yildan 1993 yilgacha zavodda ishlagan fuqaro. Zavod tugatilganidan keyin qaysi arxivda ma'lumot saqlanishini topolmay yurgan. Natijada uning pensiyasi hisoblanayotganda 8 yillik staj to'liq tasdiqlanmay qolgan. Bu esa o'yiga, masalan, 100 ming yoki 200 ming so'mlik farq berishi mumkin. Bir oyda bu kichik tuyuladi. Lekin bir yilda 1 milyon 200 ming yoki 2 milyon 400 ming so'm bo'ladi. 5 yilda esa bu katta pul. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ish staji, ish haqi, soliq to'lovlari, shaxsiy ma'lumotlar, bank rekvizitlari, nogironlik bo'yicha xulosalar va boshqa ma'lumotlar idoralar o'rtasida almashilishi mumkin. Buning yaxshi tomoni bor. Odam kamroq qog'oz ko'taradi, ayrim ma'lumotlar avtomatik keladi, murojaatlarni kuzatish osonlashadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa, pensioner men ishlaganman-ku deb og'zaki aytgani yetmaydi. Hujjat, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi yoki ish beruvchidan tasdiq kerak bo'ladi. Yana bir o'zgarish shuki, pensiya masalasida faqat pensiya tayinlangan payt emas, keyingi davr ham muhim. Masalan, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning nogironlik muddati tugashi mumkin. U tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Agar muddat uzaytirilmasa yoki ma'lumot tizimga vaqtida tushmasa, to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor.
boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida ham o'quvchi yoki talaba maqomi, yosh chegarasi, o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlash masalalari bor. Demak, bir marta pensiya tayinlandi, endi butun umr hech narsa so'ralmaydi degan tushuncha hamma turdagi pensiyaga to'g'ri kelmaydi. Men eng avvalo shuni aytaman. Har bir pensioner o'z pensiyasi nima asosida hisoblanganini bilishi kerak. Bu juda muhim. Menga shuncha chiqdi, demak shuncha ekan deb qo'l siltash to'g'ri emas. Sizda umumiy ish staji qancha ko'rsatilgan? Ish haqi qaysi davr bo'yicha olingan? Imtiyozli davrlar inobatga olinganmi? Harbiy xizmat, dekret ta'tili, bolani parvarishlash davri, zararli ish sharoiti. Qishloq xo'jaligidagi mavsumiy ishlar, tadbirkorlik davrida to'langan badallar hisobga kiritilganmi? Shularni tekshirdirish kerak. Masalan, bir ayol 25 yil maktabda ishlagan. Keyin 5 yil uyda bolalar tarbiyasi bilan bo'lgan. Keyin yana 10 yil kutubxonada ishlagan. U pensiyaga chiqqanda faqat rasmiy ish joylari ko'rilib, ayrim davrlar noto'g'ri talqin qilinsa, yakuniy summa kamayishi mumkin. Yoki erkak kishi 2 yil harbiy xizmatda bo'lgan. Keyin zavodda ishlagan. Keyin xususiy korxonada ishlab oylik olgan. Lekin xususiy korxona ayrim yillarda to'lovlarni to'liq rasmiylashtirmagan. Bu holatda pensiya hisobida savol tug'iladi. Fuqaro esa buni faqat to'lov chiqqandan keyin sezadi. Yana bir muhim masala bank kartasi. Pensionerlarning ko'pchiligi kartani o'zi ishlatmaydi, farzandiga beradi. Bu oilaviy jihatdan qulay ko'rinishi mumkin. Lekin huquqiy va amaliy xavf bor. Karta pensionerning shaxsiy mablag' tushadigan vosita. Agar karta boshqa odamda bo'lsa, pul yechib olinsa, keyin oilada nizo chiqsa, bank ham, pensiya jamg'armasi ham har doim vaziyatni tezda hal qilib bera olmaydi. Men ko'p eshitgan holat, ona pensiyasini o'g'ilga ishonib topshirgan. O'g'il qarzlarini yopgan, ona dori olishga pul topolmay qolgan. Bunday vaziyatda oila ichidagi masala deb qaraladi. Lekin zarar ko'rgan pensioner bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyasi yaqinda tayinlangan yoki yaqin oylar ichida tayinlanadigan fuqarolar hujjatlarini sinchiklab tekshirish kerak. Ayniqsa, mehnat faoliyati bir nechta joyda bo'lgan, korxonasi tugatilgan, arxiv ma'lumotlari noaniq bo'lgan, nomi yoki familiyasi o'zgargan, mehnat daftarchasida muhr yoki imzo tushunarsiz bo'lgan odamlar alohida e'tibor qilsin. Ikkinchi guruh pensiyasi kutilganidan kam chiqqan fuqarolar. Masalan, siz 35 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiya miqdori qo'shningiznikidan ancha kam bo'lsa, bu albatta xato degani emas. Chunki ish haqi, to'langan badallar, staj turi, imtiyozlar farq qiladi, lekin tekshirishga arziydi. Men bunday holatda shunchaki og'zaki solishga ishonmaslikni maslahat beraman. Qo'shnim 4 million oladi, men 3 million olaman degan gapning o'zi yetarli asos emas. Siz o'zingizning pensiya hisob kitobingizni ko'rishingiz, qaysi davrlar kiritilganini aniqlashingiz kerak. Uchinchi guruh, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olayotganlar. Bu pensiyalar ko'pincha ma'lum shartlarga bog'liq bo'ladi. Nogironlik guruhi muddatsiz bo'lishi mumkin, muddatli bo'lishi mumkin. Talaba boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, o'qishni davom ettirayotgani bo'yicha ma'lumot muhim. Agar o'qishni tashlasa yoki akademik ta'til olsa, ayrim holatlarda to'lov sharti o'zgaradi. Bu yerda nozik nuqta shuki, odam o'zgarishni vaqtida xabar qilmasa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. To'rtinchi guruh, boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Masalan, pensioner Farg'onadan Toshkentga farzandining yoniga ko'chib o'tdi. Pasport ro'yxati, yashash manzili, bank filiali. Pensiya ishi qayerda yuritilishi masalalari tartibga solinmasa, murojaat qilganda ma'lumot izlash cho'zilishi mumkin. Albatta, tizimlar bog'lanmoqda, lekin fuqarodan manzil ma'lumotini yangilash talab qilinadigan holatlar bo'ladi. Agar siz pensiyangizni har oy o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatingiz bo'lmasa, yaqinda hech qanday qayta hisob kitob so'ramagan bo'lsangiz, unda vahimaga tushmang. Har bir xabarni endi pensiyam to'xtarkan deb qabul qilish kerak emas. Men sizga faqat hushyor bo'lishni, hujjatlarni tartibga keltirishni va o'z huquqingizni bilishni tavsiya qilaman. Masalan, pensioner 10 yildan beri bir xil manzilda yashaydi, kartasi yangilangan, pasporti amalda. Pensiya miqdori har oy tushadi. Hech qanday qarzdorlik yoki tekshiruv xabari kelmagan. Bunday odamga har kuni idoraga borib, navbatda turish shart emas. Lekin yiliga kamida bir marta farzandi bilan birga bank kartasi muddatini, telefon raqamiga emasa ulanganini
pasport muddati va hujjatlar papkasini tekshirsa, bu juda to'g'ri bo'ladi. Birinchi misol, 62 yoshli fuqaro pensiyaga chiqdi. U 1991 yildan 2001 yilgacha kichik korxonada ishlagan. Korxona yopilgan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Pensiya hisoblanganda ushbu davrining bir qismi tasdiqlanmay qolgan. Natijada pensiya oyiga taxminan 160 ming so'm kam chiqqan. Fuqaro arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilish va bo'shatish haqidagi buyruqlardan ko'chirma oldi. Keyin pensiya jamg'armasiga qayta hisob-kitob uchun ariza berdi. Agar hujjatlar to'liq tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda saboq shuki, mehnat daftarchasi borligi yaxshi, lekin ayrim eski yozuvlar bo'yicha qo'shimcha tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, pensioner ayol kartasini nevarasiga bergan. Nevara bankomatdan pul yechgan. Keyin karta yo'qolgan. Pensiona pul tushgan, tushmaganini bilmay qolgan. Chunki SMS xabarnoma nevarasining telefoniga ulangan. Bir oy o'tib, pensioner dori olish uchun pul so'raganda karta bloklanganini bilgan. Banka borish, kartani qayta chiqarish, telefon raqamini o'zgartirish, shaxsni tasdiqlash ishlari vaqt oldi. Bu vaziyatda asosiy xulosa, karta pensioner nomida bo'lsa, telefon raqami ham imkon qadar pensioner yoki ishonchli yaqinining nazoratida bo'lishi kerak. Pul kelganini pensionerning o'zi bilishi kerak. Uchinchi misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba kollejni tugatdi. Keyin oliygohga kirdi, lekin o'qishga kirgani haqidagi ma'lumotni vaqtida taqdim etmadi. Tizimda tanaffus ko'rinib, to'lov bo'yicha savol tug'ildi. Keyin u o'qish joyidan ma'lumotnoma olib bordi. Bunday holatda vaqt yo'qotmaslik uchun o'qish boshlangan zahoti ta'lim muassasasidan kerak ma'lumotni olib, tegishli idoraga taqdim etish kerak. 4-misol. Pensionerning familiyasi nikoh yoki boshqa sabab bilan hujjatlarda turlicha yozilgan. Mehnat daftarchasida Karimova, pasportda Karimova shaklida yozilgan. Bitta harf farqi oddiy ko'rinadi. Lekin elektron tekshiruvda bu boshqa shaxsdek chiqishi mumkin. Bunday paytda IXD-YO hujjatlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Shuning uchun eski hujjatlarda ism familiya qanday yozilganini albatta tekshiring. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya miqdori hamma uchun bir xil oshmaydi va hamma uchun bir xil hisoblanmaydi. Yangiliklarda pensiyalar oshdi degan xabar chiqqanda ayrimlar nega menga falon miqdor qo'shilmadi deb hayron bo'ladi. Pensiya oshishi turiga, bazaviy miqdorlarga, nafaqa yoki pensiya shakliga, ustamalar va qo'shimchalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun aniq summani bilish uchun shaxsiy hisob-kitobga qarash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Qayta hisob-kitob har doim avtomatik bo'lavermaydi. Agar siz yangi hujjat topgan bo'lsangiz, masalan, oldin tasdiqlanmagan 6 yillik ish stajingiz bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi chiqqan bo'lsa, bu hujjatni papkaga solib qo'yishning o'zi yetmaydi. Siz murojaat qilishingiz, ariza berishingiz, hujjatni ilova qilishingiz kerak. Aks holda tizim bu hujjat borligini bilmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zi odamlar davlat pul o'tkazibdimi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda shart o'zgargan bo'lsa va to'lov davom etgan bo'lsa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, shaxs vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechib olish juda jiddiy masala. Yaqinlari dafn marosimi xarajatiga ishlatdik deyishi mumkin. Lekin bu har doim ham qonuniy asos bo'lavermaydi. Bunday vaziyatda belgilangan tartibda murojaat qilish, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha alohida huquqlarni aniqlash kerak. 4-nozik jihat. Ishonchnoma. Agar pensioner yura olmasa, banka yoki idoraga bora olmasa, yaqiniga ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnoma rasmiy bo'lishi muddati, vakolatlari aniq yozilishi kerak. Pulni olishga ruxsat beraman degan umumiy gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank operatsiyasi, karta olish, ariza berish, hujjat topshirish kabi vakolatlar alohida ko'rsatilsa, keyin muammo kamayadi. 5-nozik jihat. Telefon orqali keladigan xabarlarga ishonish. So'nggi yillarda firibgarlar pensionerlarni ko'p nishonga olmoqda. Pensiya jamg'armasidanmiz. Kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz oshishi uchun kod ayting. Kompensatsiya chiqdi deb qo'ng'iroq qilishadi. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kodni, karta raqamini to'liq amal qilish muddatini, PIN kodni aytmang. Rasmiy idora sizdan telefon orqali bank kartangizning maxfiy kodlarini so'ramaydi.
Agar shubha bo'lsa, qo'ng'iroqni uzing va rasmiy telefon raqami orqali o'zingiz qayta bog'laning. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga oddiy, aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat hujjati bo'lsa, shuni nikoh yoki familiya o'zgarishi bo'yicha guvohnoma, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, bank rekvizitlari, pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumotlarni alohida saqlang. Hujjatlar eski bo'lsa ham tashlab yubormang. Ba'zan 30 yil oldigi bitta muhr bugungi pensiya hisobida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya hisob kitobingizni tekshiring. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumot olish imkonini aniqlashingiz mumkin. Murojaatda mening pensiyam qaysi ish staji va qaysi davrdagi ish haqi asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar biror davr kiritilmagan deb hisoblasangiz, o'sha davrni aniq yozing. Qaysi yil, qaysi korxona, qaysi lavozim, qaysi hujjat bor. Uchinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma qaysi telefon raqamiga ulangan? Karta bloklanmaganmi? PIN kodni kim biladi? Mobil ilova kimning telefonda turibdi? Shularni aniqlang. Agar pensionerning o'zi telefon ishlatmasa, eng ishonchli yaqindan bittasini tanlang. Lekin hamma qarindoshga karta ma'lumotini tarqatmang. Karta yo'qolsa, darhol bankka murojaat qilib bloklatish kerak. 4-qadam, agar pensiya kechiksa, avval sababni aniqlang. Bir kun kechikish texnik jarayon bo'lishi mumkin, lekin bir necha kun yoki hafta davom etsa, kutib o'tirmang. Bankdan pul tushumi bo'yicha ma'lumot oling, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Falon oy uchun pensiya to'lov kartamga kelmadi. Bank hisob varag'im raqami shunday, shaxsiy ma'lumotlarim shunday. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman. 5-qadam, agar siz yangi hujjat topgan bo'lsangiz, qayta hisob kitob uchun yozma murojaat qiling. Masalan, 1994 yil 20 martdan 1999 yil o'tgan iyungacha falon korxonada ishlagan davrini pensiyasi tajimga qo'shib hisoblashni so'rayman. Arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinadi deb yozish mumkin. Hujjat topshirganda albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni saqlang. Og'zaki aytib ketish yetarli emas. 6-qadam. Keksa ota-onangizning pensiyasi bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, buni mas'uliyat bilan qiling. Ularning roziligisiz kartasidan foydalanmang. Har oy qancha pul tushgani, qancha yechilgani, nimalarga sarflangani haqida ularga ayting. Bu nafaqat huquqiy, balki insoniy masala hamdir. Pensioner o'z pulining taqdirini bilishga haqli. Agar ota-onangiz yura olmasa, ishonchnoma, uyga chaqiriladigan xizmatlar yoki mahalla orqali yordam imkoniyatlarini aniqlang. 7-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanallar, ertadan pensiya to'xtaydi, hamma qayta hujjat topshiradi, pul olish uchun shoshiling degan vahimali xabarlarga darhol ishonmang. Pensiya jamg'armasining rasmiy sahifalari, davlat xizmatlari markazlari, bankning rasmiy aloqa kanallari va hududiy bo'limlardan aniqlashtiring. Ayniqsa, pul, karta va shaxsiy ma'lumot so'ralgan joyda 2 barobar ehtiyot bo'ling. Agar pensiya tayinlash, qayta hisoblash, stajni tasdiqlash yoki to'lov kechikish bo'yicha savolingiz bo'lsa, birinchi navbatda yashash joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Agar hujjat topshirish kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim xizmatlardan foydalanish imkonini tekshirasiz. Agar masala bank kartasi, pul yechish, karta muddati, SMS, xabarnoma yoki hisob varaq bilan bog'liq bo'lsa, bevosita bankingizga murojaat qilasiz. Agar ish staji bo'yicha eski korxona ma'lumoti kerak bo'lsa, korxona mavjud bo'lsa, o'sha korxonaga tugatilgan bo'lsa, tegishli arxivga murojaat qilasiz. Ariza yozayotganda juda murakkab iboralar kerak emas. Men har doim oddiy va aniq yozishni maslahat beraman. Kim murojaat qilyapti? Pasport ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, muammo nima, qaysi davr yoki qaysi to'lov haqida gap ketmoqda, nimani so'rayapsiz, qanday hujjatlar ilova qilinyapti, shular bo'lsa kifoya. Masalan, mening 1998 yildan 1995 yilgacha bo'lgan ish stajim pensiya hisobida to'liq aks etmagan deb hisoblayman.
ushbu davrni tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mehnat daftarchasi nusxasi va arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinadi. Mana shunday aniq yozuv idora xodimiga ham, sizga ham qulay. Eng katta xato hujjatlarni yo'qotish. Eski mehnat daftarchasi arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida spravka, sud qarori yoki tibbiy xulosa keraksiz qog'oz emas. Ular sizning pulingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi xato muammoni kechiktirish. Keyingi oy ko'raman, o'g'lim bo'shasa boramiz. Hozir navbat ko'p deb yurilsa, vaqt o'tadi. Ayrim hujjatlarni olish qiyinlashadi. Uchinchi xato og'zaki gapga ishonib qolish. Har bir murojaat yozma yoki elektron iz bilan bo'lsin. To'rtinchi xato firibgarlarga ishonish. Pensiya oshirish, kompensatsiya chiqarish, karta ochish bahonasida kod so'ralsa, darhol to'xtang. Yana bir muhim xato. Pensionerning o'zi hech narsani bilmasligi. Ba'zan farzandlar onam tushunmaydi. Otamga aytish shart emas deb hamma ishni o'zlari yuritadi. Bu noto'g'ri. Albatta keksa odamga yordam berish kerak, lekin u o'z pensiyasi qachon tushadi, kartasi qayerda, kim foydalanadi, hujjatlari qayerda saqlanadi bilish kerak. Bu uning huquqi va xavfsizligi. Bugungi asosiy xabarim shuki, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq masalalarda beparvo bo'lmang. Pensiya bu shunchaki o'ylik tushum emas, bu ko'p yillik mehnatning natijasi. Qonuniy huquq va ko'plab oilalar uchun asosiy daromad manbai. Hujjatlaringizni tekshiring, kartangizni nazorat qiling, staj va hisob kitobingizni bilib oling. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Men sizga vahma emas, tartib va xushyorlik kerakligini aytyapman. Kimning hujjati to'g'ri, kartasi ishlayapti, ma'lumotlari joyida bo'lsa, u ortiqcha xavotir olmaydi. Kimda eski staj, noaniq hujjat, kechikkan to'lov, karta muammosi yoki qayta hisob kitobga asos bo'lsa, bugundan harakat boshlashi kerak. Chunki vaqtida qilingan bitta ariza, topilgan bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki yangilangan bitta bank kartasi keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Sizda pensiya bo'yicha qanday muammo bo'lgan? Pensiyangiz vaqtida tushyaptimi? Miqdori bo'yicha savolingiz bormi? Stajingiz to'liq hisoblanganiga ishonchingiz komilmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.